Tabaqlar! Tabaqlashtirish bo'lyaptimi bu yerda? Tushunmadim. Kimsan? Kelinning otasiman. Alkash piyonista senmisan? Qizing aytardi. Sen boylarga berishga qiziqasan ekan. Ha? Qizingni otam boylarga berishni xohlaydi meni derdi-ku. Kim bu dadasi? Enayni eri bu dadasi. Enayni eriman. Kimsan sen? Men kelinning onasiman, qora tappa. Zuluk senmi? Qizing aytardi, meni onam Zuluk, qon so'radi derdi. Sen zeb o'zingnatga tillalarga qiziqasan ekan. 2 yil kutganingda og'zingga siqqanicha berardim tillani. Bu yerda nima bo'lyapti? Tushuntirib beradimi kimdir? Kim bu ofisiant? Men kuyovman. Chummosan. Sen chummosan. Bilasanmi sen kimga uylanyapsan? Kimga? Firriga uylanyapsan. Nima? Qizing Firri. Buni qizi Firri. Ha? To'ma-to'm bolalar bilan yuradi. Klubda bolalar bilan yuradi. Men uni Firrilikdan qaytarib qolganman. Qani edi qurbaqaga aylanib qolsam o'sha kunlarni ko'zim ko'rmasa edi. Meni fo'rga o'ylanadigan yigit emasman. Say! Sen alkash, boyligimga o'chdingmi? Ha? Yo'q. Aka, dastavkamga olib keldingizmi? Ha, olib keldim. Lala ko'mida qayerda yuribsiz aka? Hozir 1 minut. 1 minut. Mana. Ha, aka, lalaki zo'rda, namlik saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, bola maza qilib uxlaydi-da. Reklama qilma, xalq biladi yaxshiligini. Pulni kartani tashlab bo'ladimi? Ha, chekini ko'rsatsa. Qayerga keldik, nima bo'lyapti? Fo'rda qoldik. Bizga firri kelin kerak emas. Meni qizim Firri emas. Yo, sen qizing Firri. Bas qillaring. Biz shaqildoq ansambli fo'rin to'yda xizmat qilmaymiz. Shoqillatasanmi,